Bismillahirrahmanirrahim. Mana 3-soy to'lgan. Shekib taqarlaymiz bizlar. 3-soyda aylanib oladigan joy to'lib bo'lgan. 20-aprel 2026-yil. Chumqurg'on suv ombori mana. Balyoq tashlash jarayoni. Xudo xolasa xayrli qilsin ishimizni. O joyidan baliq ketdi. Baliqlar tushdi. Ahay. Zakonni mashinada bor. Ahay, kechiraman. Qayerda? Yaqacha bora olmayman lekin. Ya tushyapti, ko'rinyapti. Tushyaptimi? Ha. Anoda ichkariroqqa nima qo'yaring, Kamol aka? Keling, mana aka keyin. Qarapandenda qilib jo'nataveradi. Ha. Ya, mayli. Nasib bo'lsa Zapretdan chiqib 1-2 oyda bir yarim kiloli bo'ladi. Hamsha ishlatganimizdek bo'ladi-da. Yemish ko'p. Ha, ichkarida alim bormi? Ha. Mana Kamol aka hamshagidek eng glavniy rolda. Zo'r kela ekanda, Shopir bu. Ha, buchkaga olib kelganimizda o'zi charchab qolaydi. Hammasi tirik, ham zo'r qimillab turibdi-da. Mana telefonni tezroq qimillatib yuboring, Kamol aka. Kamol aka. Mana paketni tushirib yuboring. Mana. Paketni yaraqqa. Ketadi. Paket. Ne o'tdan asta yuribdi. Hozir paket qo'ydik. Paket. Ko'p ko'tarmay tortib. Ketadi. Ha, o'zi joyini topib ketadi. Joyiga keldik, jannatga. O'tga cho'yapti-da, bari. Jannatga keldik.